Hammaga assalomu alaykum. Men yana shu Severniy vokzal yonidagi ko'rib ichadigan joyga keldim. Yaxshi ko'rgan joyim. Yana boshqa joylar ham bor. Seulda ham bor ekanmish. Milliy kiyim kiyib zavq qiladigan joylar bor ekan. Xudo xohlasa shu yoqqa ham borib sizga video qilaman. Hozir men taksida kapuchino oldim. Men proba qilmoqchi edim. Videoda ko'rdim ko'pchilik mana shu kurasanni olib kofega botirib yeyishadi. Men shirinlikdan voz kechdim, lekin sizlar uchun shuni men proba qilib ko'rmoqchiman. Qanaqa bo'lar ekan? Mazasi вообще в чем kayf deydi-yu bunaqa narsani yeyishga. O'shani men hozir ko'rmoqchi edim. Bismillahirrohmanirrohim. Nice. Очень bardzo. Bilasizlarmi? Да, что-то есть. Вкусно, необычно. Hozir ustidagi penkasiga botirdim. Ko'rgansizlar, mana shunaqa ko'rsatadi-yu. O'sha ham постоянно proba qilmoqchi bo'laman. Hozir proba qilaman. Да, действительно, что-то необычное. Kurasan botirilgan kofe kapuchinoga. Haqiqatan mazasi boshqacha bo'lar ekan. Hammaga yoqimli ishtaha. Ziyoda menga kofe tayyorlab bergan qizimiz ham yon tozalab yuradigan qizlar juda ham tarbiyali qizlar ekan. Muomalasi, obslugasi. Kelinglar, choy ichib ketinglar, kofe ichib ketinglar. Bu yerga sotuvchilarning muomalasi juda ham yaxshi. Menga yoqdi, shuning uchun shu yerga kelaman. No, обязательно Seulga ham borib ko'raman. Bilmadim, to'g'ri icholman, yeyolmanmi, meni ko'rayotgan ekspertlar nima deydi, bilmadim. Xullas shunday gaplar.